Bor markaziylarni Qibray tumani Sherali mahallasiga qaratamiz. Orientirimiz Baxtiyor to'yxonasi bo'ladi. 15 sotuvli yerimiz sotuvga tushgan. Bilaman, biz ham auditorimizda katta yerga qiziqadigan akalarimiz bor. Quruvchi, tadbirkor, kottej quruvchi akalarimiz yaxshi variant topib qo'yganmiz. Mana shularga bo'lib ko'rasizlar. Mana shu tarafdan boshlanadi. Bundan so'ng oxiriga ketadi. Mana shu oxiriga ketadi. 15 sotuvli yerimiz sotuvga tushgan. E'tibor markazini Qibray tumaniga qaratamiz. Qibray tumani Sherali mahallasi bo'lyapti. Hop, fasad razmeri qaranglar. O'sha boshidan bu yoq ishlik blok oxirigacha 70/80, yo tarafi 20/20. Yo tarafdan ko'rsatib beramiz. Butun oxirigacha ko'ring, kattashcha okalarimiz, tadbirkor, biznesmen okalar yaxshi joy sotuvga tushgan. Bu taraf boshida ko'rsatib obzorni qilib beramiz. Bu yoshlik blokdan ko'rdik. Bu yoq boshi kelganimizda mashaqatchi bo'lyapti. 70/80, bunaqasiga 20/20. Joyimizda Jiloy mahallani ko'ryapsizlar, tekis, asfalt, Urloyda joylashgan shu katta ko'chagacha ko'ryapsizlar. 3 metr chiqadi katta ko'chadan yo'l yuzida joylashgan. Bittasidan chiqardan ko'rsatib obzorni qilib beramiz. Narozadan joyimizga kirib kelar ekanmiz. Bu yerda o'zini 650 kvadratli binosi bor ekan. Okalarimiz fermer xo'jalik bilan shug'ullanib kelishgan ekan. Mana shu zavoddan bunaqasi devor tortiladi. Naro tarafda suvlarni, o'zini suv zovurlari bor. Bularni ko'rsatib beramiz. Bitta binoni ko'rsatib beraylik, keling. Tepalaridan es qilingan. Kirganmiz bizdan ko'rib turgan bitta kichkinagina xona kutib oladi. Bu tarafda o'zini eski oshxonasi. Yonginasida fermerga qaraganda yotoqxonasi ekan, o'zlari o'sha okalar qarashgan, o'shanda yotishga mana shu joylar qo'yishgan. Bu tarafda o'zini bitta kladovkasi, bu tarafda ham o'zini bitta kladovkasi, bu yerda o'zini orqa hovlisi ko'rib turganingdek. Aytib o'tganda binosi 650 kvadratdan iborat ekan. Bu yerda o'zini molxona qilib foydalanishgan. Tepa patologlarni ko'ryapsizlar. Patologga ham normalniy summa ketgan dotlar okamlar, yaxshi narsalar qilingan. Sifatli o'zimizga qilganmiz dotlar ba'zi bir sababli ko'ra sotuvga qo'yilgan. Buni biz tashab o'zingizlar olasizlar, kottejni tushirib tashlaylik bo'ladi, chunki Jiloy ekan joyimiz. Hovlisini ko'ryapsizlarmi? Keng katta, yaxshi qilingan. Hovlisi ham katta. Binosining fasadi ham ancha katta ekan. Bu yoq tarafda o'zini suvlari bor ekan, ko'rib turganlaringdek. Keling, bu yoqdan ko'rsatib beramiz. Ko'ryapsizlar, okamlar aytayotdilar, suvlari ko'p oqadi. Hozir endi dalaga suv quyishayotganga ba'zi bir sababga ko'ra suv kamaygan dotdilar. Yerimizdan bardakligiga ozgina ahamiyat bermaysizlar, chunki bu yerda 8 oydan beri qolib ketgan, hech kim qaramayapti dotdilar. O'shanga yerimiz ozgina qarovsiz holatga kelib qolgan. Bu taraf ko'ryapsizlar, o'zining bu taraf ham orqa hovlisi. O'sha shillaki blokdan, mana shu shillaki blokdan joyimizni tugaydi. Okamlar aytayotdilar, klient bilan kelgan klient bilan yaxshi kelishasiz dotdilar. Mana bu tarafdan ham okamlar joylariga qo'shib beraman dotdilar. Yo'q, men gaplashib olamiz o'zimizda dotdilar. Shu mana shu shillaki blokdan o'sha joyimizni tugaydi. Mana orqa hovlisi ham katta ekan, katta ko'rib turibsizlar. Suvlar ham yaxshi holatda oqyapti. Suvlar o'zi har doim to'lib oqib turadi. Endi ozgina hozir dalaga quyishayotganidan keyin suvlar ozgina kamaygan otdilar. Yerimizdan ko'rdinglar, yoqamizda like bosib qo'yasiz. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 15 sotuvdan iborat. Lokatsiyamiz Qibray tumani Sherali mahallasi bo'lyapti. Bir sotuvga 20 ming dollardan so'rashyapti. Oldin shart-sharoitlar, bog'cha, maktab, to'yxona, hamma narsa shart-sharoitlari bor. Albatta ko'p turganda magazinlari ham bor. Shart-sharoitlari zo'r. Katta ko'chadan shundagina yo'l yuzida ikkinchi joyda joylashgan. Katta ko'chada birinchi magazinimiz, ikkinchisi bu xonadonimiz kelgan. Shart-sharoitlar zo'r. Bir sotuvga ketib o'tganda 20 ming dollar so'rashyapti. Qiziqqanlar nomerlar qoldiramiz deb bemalol telefon qilib, o'zingizlar barakasini qilsanglar bo'ladi. O'rtaga hech qanaqa maklir pakliru telefon egalari bilan tushsanglar bo'ladi.